Bizning turgan yerimizni topmaymiz. Nechigin topmaysiz? Alla adresingizni xatirlamaysizmi? Adresini xatirlaymizga endi bizning 2 sentyabr bilan Kamarova qo'shilgan shotqa endi bizning u vaqtda uramdan chiqqan vaqtda bu tilarimiz pishroqqa sozga ko'milib botib qola turgan edi. Anisa, bu vaqtda men seni istirab chiqarmasam, sozga botib qolaverma. Qolmisha, anim tubi yo'q edi. Mana bu yo'la qiziq etdik. Oyoqqa balotniy butilar kiyib qaytdik. Bu yo'li mana oldanlansiz shu. Hozir siz ko'rgan shahardan pishrog'ining bir jirida qolmadi endi. Hatto siz botib ulayozgan Kamarova pishmog'i kumushdek asfalt bilan yo'l ketib turadi. Ketanman. Ali bunday pishrog'ini da ko'mib bitirib bo'lar ekanmi yana? Ali olayini odatmi? O uramning kumushdek asfalt yo'li shahardanning metsenat yigiti Karimov Rishtam Ismoilovlar o'z o'qishasini jaydirdi. Mana bu nindi ungan yigitlar isib kelgan bizning shahardanimizda. Agar anisi bu tilarimizni solib, ular kiygan kishi urib turgan shahardan hech de qolishmaydi. Onu shu buyuklikka siz birgalab ko'tardingiz. Bizning baxtga naq shu shirda tog' burkutiday g'urur, Nuquli Nur Islamov Rishad G'attarixsonovich tekshirigida shahardan magistral gaz kompressorlar stansiyasi tuzila boshlaydi. Yordamga tuzuv montaj ishlarini olib borgan Kazakhistroy Trestining ikkinchi mexaniklashtirilgan ko'chma kolonnasi keladi. Tataristonning o't qozongan tuzuvchisi Ivan Nikolayevich Spivakku ostida ishlagan tuzuvchilar gaz kompressor stansiyasi ishchilari bilan birlikda tez orada shahardanni soziqdan chiqarib qina qolmisha ko'p qatli yurtlar, obyektlar tuzib shahardanni ko'rilmagan buyuklikka ko'tardilar.
Toprağını gel birleşelim. Kimden